Saqiltib qo'ydim, ha? Hech qisi yo'q. Tamoq yeta olamsiz? Kim menmi ya? Ha? Tamoq? Ha? Men bu qo'yqalig'imda atishaqanchi hallab yeta olaman, tamoq yetamayman. Mana adam yeydigan, lag'man, polo deganek tamoqni davatdimi? Yo'q. Menga anam ani o'rgatmabdi qaylan. Mencha qaylan kichik vaqtimda da chinamni ko'tarib, qozon beshig'ida anamning o'tibdi kelma qaylan. Cho'mishning kaynida qasdi qo'yib balam. Ulg'aval degan men oshxonada men qozon beshi jumaydi. Men chira uyga tamoqni hozir ochib berim deb haydib aytgandan meni. Shonondan keyin qozon beshidan qo'rqadigan bo'lib qolganman. Sizcha siz tamoq yeta olaysiz qachon? Mencha qarang. Tayyor cho'pni chiliy olayman. Nemki men oshxonaga kirsam qarang. Mo'yning purqi bor-ku. Bekkon ilishtirib danga. Tamoq yeysiz qachon? Ya mayning purqidan ko'nglingiz ilishida. Oshxonada qozonda pishgan tamoqni g'ob yeysiz qachon? Nima ya? Ya, mana sizning anangizga kichik vaqtingizda qozon beshiga kelgan bolam deb no'g'ishning kaynida dis qilib peshkishni urib aytganmi ya? Voy, ya unda gap yo'q. Meni opammi-chu qarang. Tamoqni toza o'qishdanmaydi danga. Shunga. Shunga asosan tishida yeymiz biz tamoqni. Hamma shu dadam shu ancha-munchamda uyda etib qo'ydi. Tishlik tamoqlarni zerikib qolsa-chu hamda. Dadingiz yetdi-da? Ha. Voy, bechara qaynatam. Qaynatam? Ya, voy, bechara sizning dadingiz ham. Dadingiz tamoq yetadigan o'yk emasmi? Voy, bechara dadingiz deb ketdingiz-ku. Akish tamoqasini bo'ptamdi. Ya, akish tamoqasa ishim bo'lmaydi. Menga qaylan. Kichik vaqtimda anam, o'g'lim, men akish degan talaning adimi. Cho'ng-cho'ng ishlarga bunda zikrni upurtida. Shunga uyda kichik ushaq-pushaq bunda tamoq yetish, qirqat tush degan ishlarni ayol kishi qildi deb o'rgatgancha, shunda deb qo'ydim endi. Voy, siz-chi qarang. Anam deydigani bor ekan sizdan-a. Va hozir jamiyat o'xshamaydi. Ayol kishimi teshib chiqib xizmat qilib, bunda pul tepib atgandan keyin, akish ancha-muncha uyning ishlariga yordamlashib, qozon beshining ishlariga yordamlashib bo'ptamda. Va anglidoq, shaylik o'g'avallidan. Va sizning bir ishlab, talatiz ishlab topgan pulinglar, sho'yga anglik bilan choyning pulni oshmaydi ekan-ku. Va shuningga yetsin xo'sh olsangiz bo'ldi, muttaqiy. Yetmisichi qarang shu akishning topgan puliga oldigan gap. Texa. Men ikkimiz to'y qilib qolsaqchi, maslan. Maslan. Siz men ishdan kelgan tamoqlarni etib saqlab turingmi uyda? Men. Baribir bekachkansiz-ku, qilgan ishingiz yo'q. Nimadan do'stlik qilsangiz? Shunda. Men bakacha. Bakacha o'qandan keyin siz kelgacha uyda tamoq etib, bunda sizni saqlab. Undan keyin bir tuqqach turay bo'lmasa. Siz o'g'alg'amroqmi, qizvalg'imi? Bir sesiqga qilmagan menga. Yo'q, sesiqga qilmadim. Siz oldirash o'qandik deyman-ku, vaqt yetmay qolmasin deb. Bir sesiqga qilmagan menga. Yo'q, sesiqga qilmadim, chaq. Menda qaylan. Men o'z ko'nglimdan menda o'ylab ekanman. Hamda sizda o'xshto, bir xil tamoqni etib bersa, men bu o'ydimda safada yetib putqulamni almashtirib, o'tirib izlashning kinoxonasidan kino ko'rib, mazza qilib tamoq pishgan yeb aytgan bo'lsam, lekin hamda bu arzu-armonlarim ma shayda amalga oshadigandak emas ya. Ras qaylanmi, bak qiziqyaptimi qaylanmi? Yomon cho'ng-cho'ng gapini qilyaptiriz. Siz nima xizmat qilsangiz? Voy, men shu 3 kunning oldida qarang. Shu boshqurg'uvchi maymoq bilan so'qishib qilib, istifa berdim xizmat. Taqa. Nima ish qilgan baka-bakada? Bizning boshqurg'uvchi degan maymoq qarang. Bek to'li gap qildi danga. Oyan tozsam miyamang atgan deydi. Bu yan tozsam oyoq qismoqgan deydi qarang. Bu bekchilik qilayotgandi. Eylik tobajiydigan chilek var o. Chilek ya. Şunu pişik keydirip koydum bana. Voy, siz xili jidal qo'rqili, yomon emas, qas-qas mushtlashib qo'ygan qizlar ekansiz, nima qilay? Jiningiz va. Shu naning tozligini qildingiz siz? Voy, jo'baning chiqarang. Jo'ban siz o jo'baning tozligini qildim. Kechik qaraqchidigan. Shuning tozligini qildim danga. Bekchilik vatdi bilmaysiz. Bergan puli tayinliq uyaning mashi. Shuninglar chilakni beshik keydiriblam. Adibini beriblar. Voy, yomon qiz bola ekansiz, nima ravorasiz? Gapning qiziqdi keynida. Bu 2 kunlik mashina ilib olay debdan men. Lobanning ishxonasiga kirdim. Yomon tez gap qildi ekan, lekin ham o'zimning saviyarim olsa tayinliq danga. Azroq yanir tushamadim gapning. Yomon jilib ketdim, ochchig'im bek yomonchu. Bek terkib ketib, ba'zi gaplarni tushunamay. Voy, ammasam ammabdi men o pulangni deb. Tobani tashlablam oldim. Keçib ketdim shu. Ma bo'lmabdi. Ishlagandika ishaqni elish kerak. Siz nima izlashning tarjima yo'q ekan, ha? Qanday manda? Sizga bir narsa deb beray. Men ko'rdingizmi, mana izlashning tarjimani. Jiddiy gap qilganning gapini tushunamagan vaqtda, ya'ni 5 kunda qaylab turib olasiz. Mana masalan, manda turib olasiz. Shart qo'yib tursiz. Men ko'rdingizmi? Men ko'rdingizmi, davlat o'rtaqlik tarjima qildimi?
siz Lobenning ba'zi tushunamagan gaplarini tushunish uchun mana besib bundoq turib olasiz qaylang. Gip tukkan undan qo'yibsiz. Mana Uyg'ur tarjimasi chiqdimi? Manda aptital deyman. Mush bo'lgan bo'lsa 2 kunlik maoshingizdan qo'rqqanmaytingiz emasmi? Bo'lgan narsa ekan to'q. Eras qanday tushirdi ne? Onu bir ögüzden çağmaydı. Kanıma tulpun ağzından aptital düşürdüğüm bir yer bağı. Ha, miyade. Ha, bana izleştim kino kansı belki ama. Ha, kino kansı var. Ha, ama tercümanı ne? Bunu ki ben izleştim çiğ güçüne düşürürsünüz. Nurgu ya asqatı demez mi deyim. Ha, ma'qul. Bunu o tushirib olaman qarang. Ama ikkimizning gapi kelaylik. Xo'sh. Achchig'imni o'zingiz bildingiz-da, ha? Ya ras bakan qil. Lekin keyin meni bo'zaq qilma deb o'ylamoqchiman. Qanday? Chiqib butungizni bir o'tak tiqib qarang. Qochiqingizni chiqib yetar. O'zim boqimoqchiman mana deb qo'yayman gapni. Hoşta ish fahmta. Ha, yaxshi paranglashdik, ha? Usudingizmi? Ha. So'rashingiz keldi? Ajab yaxshi edim. Ay bir do'kon. Kim bo'ldi? Yo'q, men abay, men g'ol sen mendan nima qilib qolibdi? Men bunda retta qo'ydim. Muzdek suvda 2 botolka kelayat. To'xtang. 2 minut chiqib bo'lamisiz? Yo'q. Ma'qul. Hozirlik kelaman. Muzdek ichsiz, ma'qul. Ma'qul. Ma adashmo suv ekan deb yo'qolib ketam nima? Qochoq chiqilishdan burun. Hey, Qocha Ahmad Sata.